خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Qur'on tilovat ixlosmandlari, bugun sizlar bilan tajvid darsimizni mat qoidalarini davom ettiramiz. Oldingi darsimizda biz mat qoidalaridan 3 tasini o'rgangan edik. Bugun sabab matni, keyingi bu hamza sababli bo'lgan mat qoidalarini tanishib chiqamiz. Demak, mat harflari alif, vov, yo, mana shu 3 ta harfi mat harflari deb aytamiz. Mana shu mat harfidan keyin hamza yoki sukun kelsa, biror bir harfda, ya'ni hamzalik yoki sukunlik harf kelgan bo'lsa, buni sabab mat deb aytiladi. Bugun hamza sababli bo'lgan mat qoidasini tanishib chiqamiz. Bunda 3 ta qoida bor. Maddi muttasil, maddi munfasil, maddi badal. Hop, maddi muttasil, ya'ni bu mat harfidan keyin hamza keladi. Bu bitta so'zda bo'ladi. Masalan, jaa. Ya'ni mat harfidan keyin hamzalik harf kelyapti. Hamza kelyapti. Mana yoki mana shaa. 4 harakat yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi maddi muttasil. Muttasil degani bog'langan degani. Masalan, su'a. Vovlikka misol bu. Demak, maddi muttasil buni, ya'ni vojib deb aytadi qiroat ulamolari. Ya'ni 4 harakatdan 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Keyingisi maddi munfasil. Munfasil degani ajralgan degani. Ya'ni hamza mat harfidan boshqa so'zda kelgan. Mana misol, inna arsalnaka, inna arsalnaka. Buni 2 harakat miqdorida yoki 4 harakat, 5 harakat miqdorida cho'zsak bo'ladi. Hop, keyingisi maddi badal deb aytiladi. Bu maddi tabiiyga o'xshagan, faqatgina hamza mat harfidan oldin kelganligi uchun buni maddi badal deb aytiladi. Bu 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Masalan, amanu, utika. Demak, bugungi tanishib chiqqan qoidamiz maddi muttasil, maddi munfasil, maddi badal qoidalarini bugun sizlar bilan tanishib chiqdik. Va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.